Assalomu alaykum va rahmatullohi taala barakatuh. Hurmatli aziz qadrdonlar, vatandoshlar, ancha yo'qolib qoldik. Efirimiz ancha kechib ketdi. Kamgina sabablarga ko'ra mana bugun xudo xohlasa yig'ildik. Nurdin Shoh, har doimgidek kattakon rahmat kelganingiz uchun. Bugun o'zi chiqmaymiz desa anchadaligi yo'q edik. Bugun lekin mana Eldorjon ukamiz g'ayrat shijoat qilib kelibdi. Nurdin Shoh bilan birgalikda. Nurdin Shoh, xush kelibsiz. Yana bir bor ko'rganimizni xursandmiz. Assalomu alaykum hamyurlarga. Mana kichik bir tanaffusdan keyin yana shaxs podkast dasturi orqali sizlar bilan Mahmudjon hojakam hamda bizning yangi mehmonimiz ukamiz Elyorbek bugun mehmon bo'lib tashrif buyurdi bizning podkastimizga. Xush kelibsiz. Barchaga assalomu alaykum deydi-yu. Salom. Odam bilasizlarmi? Janubiy Koreyaning qoq markazi Seul poytaxti Itaewondan, ya'ni Lazzat oshxonasidan. Avvalambor meni chaqirganingizga juda ham kattakon rahmat aytaman. Rahmat joningiz Juda sog' ham bo'lsin. men uchun sharaf sizlar bilan birgalikda o'tirib suhbat qurish. Juda ham qiziqarli suhbatlar bo'ladi. Mazza qilib orqangizga suyanib tomosha qilinglar. Rahmat. Yaxshi suhbat. Haligi aytgandek, choy damlamaga bo'lsalar, choy damlab olinglar deyishyapti. Shunaqa. Bugun endi Koreyani ko'pincha mavzularini ozgina yoritilyapti. Endi hozirgi kunda Janubiy Koreyada unaqa podkast degan bir narsalar ko'p emas. Bordiki bor, ko'p emas. Endi mana shunaqa yoshlarda ko'p bo'lgan Janubiy Koreyada mana shunaqa yoshlar bilan birgalikda. Bugungi mavzumiz, xudo xolasa, Bugungi mavzuyimiz asosan Koreyaga kelish qanchalik to'g'ri mavzusida suhbatlashamiz. Ya'ni bu Koreyaga kelganda qanaqa yaxshi, qanaqa yomon tomonlari bor, shuni gaplashamiz. Chunki har bitta ishi orqa oldi tomoni bor, xuddi shu tangani oldi orqa tomoni borda. Shuni ochiq-oydin hamma narsani suhbatlashgan holda yoritib beramiz. zo'r. Hozir shu joyda bitta narsani aytib ketaydi. Odatda ko'pchilik bu qayerdan biladi, bu o'zicha chiqyapti, masalan men ko'rgan narsani ko'rmagan-ku degan gap so'zlar bo'ladi odatda, ya'ni normal holatda. Men shunga aytyapmanki, akalar, ukalar, opalar, qadrdonlar, har bir inson ko'rgan narsasiga mas'ul. Ya'ni men ko'rgan narsamni ko'rdim deb aytaman. Aytishga haqqim bo'lgandek, Elyorjon xuddi shunday o'zlari ko'rgan narsasini aytadilar. Nurdin Shoh ham o'zlari ko'rgan narsani, sizlar ko'rgan boshqa narsa bo'lsa, sizlar ham kelib aytsalaring, xudo xolasa xursand bo'lamiz. Xuddi shunday. Ya'ni hamma o'zini ko'rgan, bilgan narsasini, men uni choyni ichyapman, ta'mini faqat men ayta olaman deb biz ayta olamiz. Shunday, xuddi shunday, ya'ni muhokama qilayotganda kim biladi emas, hamma bilgan narsasini, ko'rgan narsasini aytamiz inshaalloh. Endi aziz muxlisimiz unaqa emas-ku deydiganlar ham chiqadi, lekin Elyorbek kelib hayotida kechirganini biz ko'rmaganmiz. Bu bola men manaqalarni ko'rganman desa, ya unaqa emas Koreya deyishingiz mumkin. Yo'q, bu bola shuni ko'rganini aytyapti. Balki siz ko'pchilik aytadi, kelib ish topa olmayapti ekan. Kimdir kelib ish topadi, kimdir kelib 3 yil, 4 yil ish topolmasdan yuradi. Mana shu bugungi podkastimizda endi eng ko'p gapiradigan shu Elyorbek ukamiz hayotidan kechirgan narsalarni aytib beradi. Albatta uni To'xtang, o'zingizni tanishtirmadingiz. O'zingiz haqingizda kichkina bo'lsa ham. kichkina emas, uzunroq beraman. Uzunroq beraman, mana unaqa limitlab qo'ymanglar deydi-yu. Yo'q, bemalol. Xo'p, bo'lmasam o'zimni qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsam, meni to'liq ismim Saidmurodov Elyor Samarvich, Toshkent shahrida 2003-yilda tavallud topganman. Janubiy Koreyada esa 17 yoshimdan beri yashayapman. Bakalavrga kelganman Inha universitetiga. Inha universiteti faqatgina Toshkentda emas, o'zi asosiy birinchi Inchonda joylashgan Inhaniki. 4 yilda mana o'tgan yili 2024-yil yozda bitirdim. Hozirda esa magistraturada Seulda joylashgan, dunyo bo'ylab 500 talik kiradigan Sejong universitetida hozir sun'iy intellekt, big data AI to'liq ismi, lekin sun'iy intellekt desam yaxshiroq tushunib olasizlar. Shu soha bo'yicha ta'lim olib kelyapman. Barakalloh. Ilmiy ziyoda bo'lsin. Rahmat. Xursandmiz, yosh bola ekansiz, tanishgan xursand. Rahmat. Bo'ldi, endi yoshlarga kelish to'g'rimi, noto'g'rimi tushuntirib beradi. Mana Bo'ldi, tushuntirib beramiz. Hali to'g'risini aytib ketaman, men ham 17 yoshimda kelganman. Hozir 21 yoshdaman, ta'lim olaman magistraturada, lekin 17 yoshdan 21 yoshimgacha Elyor boshqa Elyorga aylandi desam ham bo'ladi, chunki 17 yil meni Toshkentdagi umrimda o'rganmagan narsalarimni 4 yilda Koreyada 3 barobar qilib o'rganib oldim. hayotda o'zi menga ta'lim berdi desam ham bo'ladi. Chunki eng muhim narsasini aytaman.
O'zbekistonda men bir sim ishlab topmaganman. Xudoga shukr, mana ota-onam hamma narsani ta'minlab qo'yishgan. O'g'lim, sen o'qi, yoshligingda ming o'tkir bo'ladi deyishgan. Endi pul topmagan bola bilmaydi-ku qiyinchiligini. Mana Koreyaga keldim 17 yoshimda. Qanaqa orzular bilan kelganman bilasizlarmi? Amerikanskiy kinolar ko'rardim, universitetlarga borishardi, mazax o'ynab, kulib aylanib yurishardi. Men Koreyaga kelganman, uxlamasdan aytganda qo'poq qilib bitta arbatga chiqib ta'zirimni yeganman, shunaqa qilib. Hali aytib beradi, qanchadan qancha narsalar bor boshimdan o'tgan. Birinchi kelganimda shokka tushib qolib, O'zbekistonga qaytgan kelgan. Lekin aynan shu narsaga endi men pandemiyada to'g'ri kelib qolgan meni kelishim, viza olishim juda ham qiyinlashib ketgan. Aynan shu vizam chiqqandan keyin bo'ldi, men qutuldim, Koreyaga boraman deb 2 hafta ichida voydod deganman. Birinchidan koreys tilim yaxshi emasdi. Endi men IELTS bilan kelganman, IELTS 7 bilan INXga grant yutib kelganman. Endi ingliz tili bo'yicha. Ha, shunaqa. Koreys tilim o'qigandim. Hangul deydi, alifbosini bilardim. Koreys tilini boshlang'ich saviyasini bilardim deb o'ylaganman, lekin toki aeroportga qo'nganimda. O'sha paytda qo'limga qog'oz berishgan, hech qanaqa ingliz tilida ma'lumot yo'q u qog'ozda. Adres to'ldir. Biz seni karantinda o'sha yoqqa borib tashib ketamiz dotdi. Men koreys tilida zo'rg'a yozaman, tushunmayapman. Samolyotda u periodchika ham ishlatolmayman internetim bo'lmaganiga. Men nima qilaman? Turib, koreys tili biladigan akalarni qidirib yurganman samolyotda o'zida men. O'sha paytda. Keyin aytganman, tushunarli. Demak, Koreyaga ketmoqchi bo'lsanglar, koreysga o'rganishingiz shart ekan. Men o'ylaganman, endi baribir ham ingliz tili bilan amallab ketsam bo'ladi. Endi baribir ham biron bir qismgacha amal olasizlar, lekin koreys tilisiz juda qiyin Koreyada. Endi ko'pchilik aytadi, ingliz tilini biladi deb, ingliz tilini bilsa ham ingliz tilida gaplashmaydi sizlar bilan uyalganiga. O'zligini tilligini doim birinchi o'ringa qo'yishadi. Men shu vizamni necha marta cho'zdirishga borgan bo'lsam, hech qachon menga ingliz tilida gaplashmagan. Lekin u joy immigration office deyiladi. U yerda majbur-da, bunday olib qarasa, hamma chet elliklar boradi, lekin o'sha yerda ham sizlarga ingliz tilida gapirishmaydi. Koreys tilida hal qilishingiz kerak ishinglarni. Agar hal qila olmasanglar, shu boriga baraka qilib tanish bilish qilasizlar endi. Ba'zi bir davlatlarda u boshqa tilda gapirib yuradi, o'zini tili qolib. Shunaqa. Mana telefon qilishadi, juda ham ko'p sug'urtadan qilishadi. Sizlar bitta ingliz tilida javob bersanglar, algisimlikda deb qo'yib qo'yishadi. Sizlar bilan hech kim gaplashib o'tirmaydi. O'sha tomoni bor. Agarda koreys tilini bilib turib Koreyaga kelsanglar, sizlar 1-0 bilan boshlagan bo'lasizlar. Xuddi shunday. Hozir Hoji aka, boshida Koreyaga kelish to'g'rimi degandaqa bir savol qo'yildi. Siz o'zingizdan olaylik, har bir shaxs o'zini qarashidan kelib chiqib aytadi, Koreyaga kelish to'g'rimi? Siz o'zingiz 4 ta farzandni katta qilyapsiz. Mana shu yerda o'qib katta bo'lishdi, universitetlarda ham bitirishdi. Oilaviysiz, ayolingiz bilan oshxonaning xo'jayinisiz. U to'g'rimidi o'zi? O'zi haligi to'g'rimi degan so'z chuqur so'zda. Endi bu narsani to'g'rimi degan so'z qo'yilibdi, chuqur so'z. Ya'ni kimga to'g'ri, kimga noto'g'ri. Misol uchun noto'g'ri deydiganlar ham bor. Misol uchun qovun tarvuz sotadigan, qovun tarvuz oladigan odam qo'y bozoriga borish to'g'rimi? Noto'g'ri-da, chunki u qovun tarvuz kerak-ku. Xuddi shunday Koreyaga maqsad nima? O'sha mana aslida so'z to'g'ri, kelish to'g'rimi? Nima uchun kelish to'g'rimi degan so'zni men tushundimki, Koreyaga kelish to'g'rimi agar arbayt qiladigan bo'lsa degan balkim ma'no bordir, yoki boshqa narsada-da. To'g'ri. Endi misol uchun ko'pchilik pul ishlagani keladi, men ularni hali qilmoqchi emasman. Lekin ma'lumot albatta kimdir niyati bor pul ishlash, masalan. Pul topgani keladi. Masalanda, haligi oshiraysan, mana desin, baraka topsin. Qandini bersin, Alloh barakasini bersin. Ya'ni endi u pul ishlayman deb o'qishga kelgan bo'lishi mumkin, lekin pul ishlash bo'lishi mumkin-da. Endi balki u ham bir boshqa yo'l bo'lmaganidan bo'lishi mumkin. Ya'ni biz faqat 70 ta yaxshi gumon qilamiz-da endi. O'shaning uchun aslida men bitta narsani guvohi bo'lganman-da. 2009-yilda kelganimda Teguda bitta uyda yashaganmiz-da. Bitta ko'p talabalar bor edi. Yoqda navbat bilan hali qilishardi. Misol uchun bugun men navbatchi bo'lsam, men ovqat qilishim kerak, idish-tovoqlarni yuvishim kerak, hamma narsani bozor qilishim kerak. Bugun meni navbatim. Ertaga sizning navbatingiz, indinga boshqasiniki. O'sha tipda voqeaga ko'zim tushdi-da. Bugun bir kun bitta bolaning navbati edi, u arbayt ishlardi. U student emas. U prosta kelgan, nelegal qolgan arbayt ishlardi. Keyin student bola bordi. Student bolamiz bordi. U student bolamiz obedgacha uxladi, obedda turdi, uni navbati emasdi. Kostyum shimlarini kiyib, chiroyli kiyinib ketdi-da, 1 soatdan keyin keldi-da, yana darsini qilib o'tiribdi.
bir soat qayerqa bording, ishga borib keldim, qayerqa bording, ingliz tilidan dars o'tdim dedi. O'sha paytda 60 mingga dars o'tib keldim dedi. U payt bir kunlik arbayt 60 ming edi. Masalan 2009da u 2 soatga borib 60 mingga dars o'tib kelgan. Nargi bola arbayt kechqurun ham u dejurniy edi, navbatchi edi. U keldi aytdiki, uka sen ishga bordingmi? Ha, bordim. 2 soat ishladim. Qancha ishlading? 60 soat. Men dedi ertalabdan kechgacha ishlab 60 soat, 60 ming ishladim. Sen bugun navbatchi dedi. Men qiynaldim dedi. Haligi bolaning gapi hali qaynaydi, mana shu yuragimni, quloqimni jaranglaydi. O'sha bola aytdi-da, akajon dedi. Siz O'zbekistonda mazza qilib choyxonada osh yeb yurganingizda, mazza qilib bolalar bilan futbol o'ynab gol tepib yurgan paytingizda men dedi qiynalib dars qilganman, uxlamasdan dars qilganman, ertalab turib kechalari bilan dars qilganman dedi. Dadam dars qildirgan menga. Siz mazza qilib meni o'rtoqlarim o'ynab yurganda men dars qilganman. Endi siz borib dedi, o'ynadingizmi endi dedi, ovqatingizni qiling endi. Men dedi, men qilmaganman ishim dedi. Bo'ldi. Ya'ni xulosa u bola to'g'ri yo'lga keldi-da, ya'ni o'zini maqsadini erishgani keldi. Ha, o'qidi va o'qishiga amal qildi. Yana aytaman, bu bilan men hech kimni ma'lumot qilmoqchi emasman. Ha, masalan, men ham boshqa soha bilan kelib, boshqa soha ishini qildim, boshqa ish qildim. Uni qilayotganlar bor, ya'ni har bir insonda bor. Uni qadari, uni rizqi, uni qayerda bo'lgani uni Alloh biladi. Ha, balkim talaba bo'lib kelgandir, lekin majburlikda ishlayotgandir. Yana uni haqqiga duo qilamiz, Alloh barakasini bersin. Siz o'zingizni qarashingizda to'g'rimidi? Shuni aytyapman-da, men to'g'ri bo'ladi degan narsa, meni to'g'ri degan so'zim muhim emasda, Allohni to'g'rimi, noto'g'rimi deyishidi. Endi hali sababini qildingiz-ku, endi Koreyaga kelganingizdan qanaqadir bir xursandmisiz deyman-da. Yaxshi qilgan ekanman degandaqa bir fikr bormi ichkarida? Masalan shunda-da to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Masalan, men bugun kunduzi suhbatlashdik Eldorjon bilan. insonlar ko'pchilik aytadi-da, yaxshi ko'rgan ishingni qilgin deyishadi-da. Yaxshi ko'rgan ish, albatta yaxshi ko'rgan ishni qilsa odam mazza qiladi, energiya oladi, motivatsiya oladi, mazza qilib qilyapti. Lekin meni bugun mayli aytaylik, masalan deylik, tualet tozalash kerak menga. Men uni yaxshi ko'rib qilaman o ishni. Nima uchun? Chunki uni meni qilishimni Alloh xohlaganda, men uni kimdir boshlig'im yo kimdir majburlikdan emas, Alloh xohlaganicha o ishni qilaman. Va har qanday ish bo'lsin, qanday bo'lishidan qat'iy nazar uni chiroyli qilib qilaman. Meni taniganlar, meni yoshligimdan shu kungacha nima ish qilgan bo'lsam, inshaalloh oxiriga yetkazganman va ishimni chiroyli qilganman. Qaysisini qilsam, chunki men uni Alloh uchun qilaman va qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar qilaman. Ha, qiynalsam, og'ir bo'lsa u boshqa masala. Agar qiynalsam, haqiqatda o'sha ishda qiynalsam, og'ir mehnat bo'lsa, o'shanda duo qilaman. Yo Alloh, bu ishni menga berding. Menga sabr ham ber, ofiyat ber va meni bundan yaxshisiga almashtirgin. Sen mehribon zotsan. Bo'ldi, men sabr qilaman, chidayman, bo'ldi, men xursandman sendan roziman va bundan yaxshisiga almashtir deb duo qilaman va shu kungacha har bitta duom ijobat kelgan. Mana shu kelgan kunimdan bu kungacha shu kunga yetib keldik, alhamdulillah. Ya'ni qanday bo'lishidan qat'iy nazar to'g'rimi degan savolni va uni to'g'rilab, uni duo qilib o'shani bergin deb kelish kerak. Ha, balkim mana hozir o'qish tugatguncha arbat ishlashga majbur-ku. O'qish kerak-ku. Hadi dada pul bering deyolmaydi-ku odam. Masalanda arbat ishlash balkim noqonuniydir, balkim-da. 7 soatdan ortig'i mumkin emasdir. Lekin biz haqlariga duo qilamiz-da, hammani haqiga. Alloh o'zi pasoqsizda. Legalni ham Alloh o'zi asrasin-da va uni to'g'ri yo'lga boshlasin. Biz masala uni sen to'g'ri, noto'g'ri emas, iloji bo'lsa uni haqqiga duo qilib, uni tezroq to'g'ri yo'lga chiqishini talabida duo qilamiz-da. Ha, bizning suhbatimiz buni ishi to'g'ri, buni ishi noto'g'ri deyishdan ko'ra unga qanaqadir balkim yo'l ko'rsatib yuborsak, yechim to'g'ri bo'lsa-da. Misol uchun ba'zi aytsalar, hozir aka men keldim, mana uni bunday qildim. Desalar, undan ko'ra bundaqa yengilroq yo'l bor edi. Men bilmagan ekanman o'sha paytda. Mana men misol 2013-yil restoran ochdim. 2019 pashti 2020larda restoran sohasini haqiqiy qanday qilishni o'rganishni boshladim. Haligi mantiqan noto'g'ri ekan. Men 2013da agar menga kimdir aytganda, "O Mahmudjon, to'xtang, restoran ochyapsizmi? Avval borib 3-4 oy o'rganing, borib shogird ishing, restoran qanday qilishni o'rganing avval." Deganda, men restoranni ochib, arendasini yo ochmasdan, mayli arendasini bersam, borib 3-4 oy borib o'rganganimda,
kelib mazza qilib haligi qiynalmay ishlar ekanmanda. Shuncha yil qiynalganman. Boya aytdik 5 yil arenda, masalan 5 yil minusda ishlaganman. Qarzga ishlaganman, ya'ni 5 yil restoran. Xuddi shunday demoqchimanda. Bu yoq ham siz ham hozir aytsak, masala ya'ni bizni kuzatuvchilarimizga biz bilgan narsamizni aytsak, to'g'ri noto'g'riligini o'zlari bilishadi, lekin biz bilgan narsamizni qaysi bir to'g'riligini maqsad aytishdi. Masalan, hozir bu ham nimada qiynaldilar va nima qilganlarida qiynalmas edilar. Mohiyat masalanda. Demak, siz endi shu keldingiz, sababini qildingiz va qadarligiga shukur qildingiz va yaxshi bo'lyapti hammasi. Shunday. Bizni kuzatayotgan aziz tomoshabinlarimiz shuni mamnuniyat bilan ayta olaman. Hozir bizni o'rtamizda yoshlarimizda tafovutlar bor. Endi siz hozir bir-biridan farq qiladigan yoshlarning fikrini eshitasiz. Mana endi mehmonimiz Elyorbek o'zi to'g'rimidi? Yo'q, noto'g'ri bo'lsa to'g'rilikka o'zgartirdingizmi deyman. Hop, endi avvalambor bugungi mavzuni asosan men tanlaganman. Koreyaga kelish qanchalik to'g'ri. Buni sababi o'zim YouTube tarmoqlarida video ko'p chiqaraman. Qaysi kanal? Elyoretto kanali obuna bo'lmagan bo'lsanglar, Elyorettoga ham va shaxs podkast kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Va albatta videoga like bosib qo'yinglar. 3 ta bo'lsa ham Joyini kesib qo'yamiz. 3 ta like bo'lsa ham mayli. Albatta. O'zimizniki 3 ta, 4 ta bo'lsa bu siz bo'lasiz. Xullas, juda ham ko'p komment kelyapti ayni ota-onalardan. O'g'lim, men seni videoingni ko'rdim, ko'nglim xotirjam, bolangni jo'natyapman debdi. Men u yerda Koreyadagi uyimni olib chiqdim. Sharoitimni ko'rsatdim. Hozir men qanchalik kelish to'g'ri deganda, odamzod o'zimizni yurtdoshlar kelganda qanaqa qilib halol ovqat topa oladimi? Haqiqatan yaxshi ta'lim olishadimi? Ishlash qanchalik xavfli? Mana juda ham ommaga aniq bo'lgan savollar bor-ku, lekin juda ham ko'p shaxslar bor Koreyada hozir to'liq yokida to'liq bo'lmagan ma'lumotlarni yokida faqat yaxshi tomonni ko'rsatib, yomon tomonni ko'rsatishmayapti. Tangani ikki tarafi bor-da. Shunaqa. Hozir men eshitaman-da ko'pchiliklarni, videolarni ko'rganimda aytaman, qanaqasiga deyman, agar hozir bu noto'g'ri auditoriyaga ketib qolsa, ular noto'g'ri joyini bilmasdan kelib qo'yishadi, keyin qo'pol qilib aytganda badduo qilishadi-yu, kelib qo'yishgandan keyin. Asosan mana shu videoda men boshimdan o'tgan qiyinchiliklar, aynan sizlar shu narsalarni qaytarmasanglar, men qilgan narsalarni to'g'riroq qila olmagan narsalarni sizlar qilsanglar, yanada bitta qadam oldinroq bo'lasizlar mendan. Zo'r. Bizga haqiqatda shunisi kerak-da, mana endi zo'r bo'ldi. Shunaqa. O'sha o'zimni suhbatimni boshlaganimda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, shu koreys tilida boshladim. Hozir menga kim aytsa ham Elyor, mana men o'g'limni yokida qizimni jo'nataman desa, birinchi o'rinda koreys tili. Ingliz tilida kelyaptimi? Zo'r ingliz tilini bilsa, lekin koreys tilini o'rgansin. Mayli, unaqa zo'r gapira olmas ingliz tilida, lekin sekin boshlab qo'ysa, o'z Koreyada mana o'zim ham ishlab, o'qib, sekin-sekin do'stlar orttirib o'rganganman. Anaqa videolar ko'rib, boshqa narsa qilib. Agar o'sha narsani sekin boshlab qo'ysa, davomi Koreyada keladi. Lekin Koreyaga vobshe umuman bilmasdan kelsa, juda qiyin bo'ladi u. Juda qiyin bo'ladi. Bu eng muhimi koreys tili. Menimcha ikkalovilar ham qo'shilsa kerak bu qo'shilamiz. Hozir bizning podkastimizda shaffof suhbat bo'ladi. Elyorbek to'g'ri aytdi, tanganing ikki tarafi bor. Ba'zi bir kanallarda, ba'zi bir blogerlarda endi qo'pol bo'lsa ham aytishimiz kerak, olamdan o'tganlarni yuborayotgan, ko'rgan ona hayiqadi Koreyaga farzandini yuborishni. Bu hech kim, qaysidir ona bunaqa orzu havas bilan yubormaydi-da. Ba'zi birlar kelib, mana men mancha pul topdim, mashinalar oldim. Yo'q, endi siz topayotgandirsiz, lekin boshqalar unaqa emas. Shuning uchun tangani kimdir mazza qilib yashayapti, kimdir o'sha yomon holatdan bo'lyapti. Endi Alloh ko'rsatmasin. Shunaqa, endi ochiq oydin ko'rsatamiz. Endi biz eng yosh insonlarimizdan boshidan kechirgani birinchi o'sha til eng muhimi dedingiz. Shundoq, keyin ikkinchi marta to'g'rirog'i ikkinchi bo'lib aytmoqchi bo'lgan narsam universitet. Juda ham zo'r hazil bo'ldi. Xullas, mayli. Temaga qaytamiz. Ikkinchi bo'lib aytmoqchi bo'lgan narsam Koreyadagi universitetlarning ta'lim saviyasi. Juda ham ko'p yoshlar, o'zimdan kichkina bo'lgan ukalarimiz bir xil aytadi, yo'q, umuman yaxshi o'rgatishmaydi, chunki asosan mana o'zim ham Mexi universitetida o'qigan bo'lsam ham, top mingtalik kiradi dunyo bo'ylab, lekin koreyalik o'quvchilarga koreyalik professorlar dars beradi, ular haqiqatdan kuchli, haqiqatdan qattiq o'qishadi. Misol uchun oddiy misol keltiraman, matematika fanidan imtihon bo'lgan, koreyaliklarga ham, chet elliklarga ham koreyalik professor o'tgan. Koreyaliklarni potokidagi o'rtacha baho adashmasam 70 larga yaqin chiqqan, chet elliklarniki 35 chiqqan. Bu degani biz 2 barobar kambag'al olganmiz koreyaliklarga qaraganda.
biza juda yomon o'qiganmiz koreyaliklarga qaraganda bir xil fan o'tilgan. Endi balki bilmayman, professor noto'g'ri o'rgatgandir, lekin bunaqa vaziyatda professorga to'nkab qo'yishadi biz ham bolalar o'zligi o'qimasa ham. Aytay, shu gapingizni ushlab turingda. Mana nozik joyida keldingda, zo'r gapni aytdingiz. Bizda zo'r, xalqimizda zo'r maqol bor. Bolasi yig'lamasa onasi sut bermaydi deydi-da. Agar talaba haqiqatda talab qilmasa, menga bering mana shu narsani, nimaga bermadim, nimaga tushunmadim, bunisi bering, buni desak, ishoning, mana meni o'zimni o'g'limdan misolda, mana katta o'g'lim Ahidjon, u 1 yil ichida noldan koreys tilini o'rganishni boshladi. Bu yoqda Koreyada Hyundai kompaniyasi Undream Center degan markaz ochgan. Chet tillarni tilda o'rgatib, uni Koreyaga moslashtirish markazi. Bu yoqda avval tilda o'rgatib, keyin maktabga, o'sha uyiga yaqin maktabga topshirishadi. O'g'limga 1 yilda uje anaqa o'g'limga koreys tilini o'rgatishni boshlaganda u 9ni bitirib kelganda, ya'ni 10-11-sinf fan qiyin-ku koreys tili fanini birdaniga noldan, ya'ni tilda o'rganib, ya'ni 10-11da o'qish kerak. O'g'limga bular o'rgatishni boshlaganda o'qituvchilar o'g'limni qabul qilayotganini ko'rib, yana berib, bu qabul qilar ekan deb o'qituvchilar haligi meva eksangiz, hosil bersa, parvarishingiz kuchayadi, haligi yig'ni zo'r berar ekan, davo yana. Agar meva bermasa, u ichkima bo'ldi, bu bo'lmasa bu tashlab ketadi. Talaba ham xuddi shunday meva berishni boshlasa, u talab qilsa o'qituvchidan, o'qituvchi mazza qilib buni mevasizdek qabul qiladi-da. Ya'ni bu narsani men ko'p hayotimda ko'rganman-da. Xuddi shunday hozir qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan narsam, har bir bola o'qituvchisidan talab qilish kerak va u mevaligini ko'rsatish kerak-da. Agar menga mehr bersangiz, men zo'r mevalar beraman deyish kerak-da. Va natijasi nima bo'ldi? O'g'lim o'sha yerdan o'qish tugatib Koreys maktabiga kirdi va Koreya maktabidan Kyonghyu universitetiga scholarship oldi, 100%. 100% scholarship bilan kirib, o'shanda haligi ular o'qituvchilar Hyundaiga telefon qilib aytganki, boshliqqa, mana meni o'quvchim men bergan mevaga bergan daraxt meva berdi. U 100% grant bilan kirdi deganda Hyundai aytgan ekan, 1 million ber haligi. O'qituvchilar talab qilgan, 1 million beraylik bolaga deganda, boshqalar ham ko'rsin, boshqalar ham meva bersin deganda 1 million berganda, ikkinchi o'g'lim bitirmagan hech narsa, uni ukasi ekan, bu ham harakat qilsin-da, unga ham 500 ming beringlar. Hech narsa qilmagan odamga 500 ming berishdi-da. Ya'ni hozir siz aytgandek, o'qituvchilar har doim zo'r bo'ladi. Faqat biz yig'lasak keyin sut beradi-da ular. Talab qilish kerak. Hozir Elyorbek qiziq savolda. Birorta o'qituvchingizga pul berib, bahoyimni qo'yib bering degan vaziyatlar bo'lganmi? Unaqa sovg'a olib kirib. Yo'q, unaqa bo'lmagan, lekin bitta xitoylik o'rtog'im bo'lardi. O'qituvchiga ketishdan oldin rahmat sifatida bitta xat yozib bermoqchi bo'lgan, qabul qilmagan professor shu xatda. Mana shu narsani men anaqa qilaman-da, O'zbekistonda ba'zi bir joylar bor to'g'ri, ba'zi bir joylar bor endi noto'g'ri degan gap eshitib qolamiz. Ba'zi bir chet elliklarga aytar ekanda, pulini bersang bahosini qo'yib beradi. Nimaga pulini bersam qo'yib beradi? Shunchaki qo'ymaydimi desa, yo'q. Pulini nima deb beraman? Kontrakt to'lasam, o'qiyotgan bo'lsam deydi ekanda, ba'zi bir chet elliklarda hatto bu narsa tushunchasi yo'q. Mana shuni ham endi o'zimizni yurtimizda ham yuqori saviyada, ana shu o'tgan safar ham gaplashganimizdek, bizning kamchiliklarimizdandir. Chunki bilim bilan o'qigan odam bilim bilan ishlaydi, bilim bilan harakat qiladi-da. Yana nima qiyinchiliklar yo o tavsiyalar? Xullas, gapimni tugatib qo'yaman, boya boshlagan gapimni. Xullas, o'sha fanda bizani imtihonlarimiz savollari bir xil edi, koreyaliklar ham, chet elliklar ham. Men o'zim shaxsan qattiq o'qib, qattiq tayyorlangan bo'lsam, yecha olmaganman. Koreyaliklar ishlayotishibdi. Men hayronman, ular nimani yozishyapti, savollarimiz bir xil. Keyin o'sha javoblarni chiqqandan keyin aytganman, demak men yaxshi o'qimayman deganman. Men yaxshi o'qimagan bo'lsam, men katta ball olganman nisbatan o'zimning gruppamga, lekin koreyaliklarga qaraganda juda past ball olganman. Keyin aytganman, demak yetarlicha qattiq o'qimayman deganman. O'zi universitetga borsak ham koreyaliklar uxlab qoladi-da. Qanaqadir dars qilib o'tirishadi, bizanikilar darsga boradi, darsga borsa ham eshitmaydi darsda, keyin arbetga chiqib ketishadi, nima kutishadi ular hayotdan. Keyin yana nolab ham qo'yishadi-da, bo'lmagan, yaxshi ta'lim bermaydi deb qo'yishadi. Aytaman, assalomu alaykum deyman ularga. Men ortiqcha gapirib o'tirmayman. Balki hozir aytayotgan gapim kimlargadir tep ketayotgandir, kimlargadir yoqmayotgandir, lekin bu meni ochiq fikrim. O'zim ham mana bakalavr bitirdim, magistratura o'qiyapman, mana 4 yildan beri o'zim tajribam bor.
endi bu maqtanish emas, hech nima emas. Men ham o'zim mana Inha universitetini diplom olganimda birinchi o'rinda turibman men. 4.29 olganman 4.5 dan. Lekin hozir siz aytsangiz menga, "Elyor, sohang bo'yicha sen haqiqatan shunaqa mutaxassismisan? Birinchi o'rinda olibsan" desangiz, "Yo'q, mutaxassis emasman men." Oddiy yana misol keltiraman. Bizni proyektlarimizga bitta kichkina robot desangiz, koreyaliklar katta mashina yasirdi-da, stadionda test qilib yurardi. Keyin aytardim, "Bular injener bo'lib ketishibdi-yu, biz nima qilyapmiz?" derdim. Oddiy narsada solishtirish kerak, bilish kerak. Biz yetarlicha harakat qilmaganmiz. Bu aniq narsa. Misol uchun, endi men bu yerda hozir Koreyani ta'lim sistemasini yomonlamayapman. Agarda haqiqatan ishtiyoq bo'lsa qanaqadir sohaga, u odamga hech qanaqa universitet ham kerak emas, hech qanaqa sharoit ham kerak emas. U maksimum o'zida bor narsalardan foydalanib o'sha narsaga erishadi baribir ham. Misol tariqasida men o'zim International House Tashkent akademik litseyda o'qiganman. Toshkentda juda ham aqlli kursdoshlarim bo'lgan. Hamma IELTS olgan, juda ham ko'p kursdoshlarim Amerikaga, Buyuk Britaniyaga, Polshaga, Italiyaga, turli xil davlatlarga ketishdi. Hamma o'rtog'im bo'lganiga, hammaliga suhbatlashaman-da. O'rtoq universitetda nima o'tasizlar, qanaqa mavzu o'tasizlar, baho sistemalar qanaqa, hammasini solishtirganimda hamma juda ham o'xshash. Hech kim sizlarni universitet bitirganlardan keyin qanaqadir geniy qilib sohalarda eng zo'r qilib chiqarib qo'ymaydi. Hamma narsa o'zingizlarga bog'liq. Agar borib turib Garvardga borsanglar, haydalib ketasizlar o'qimasanglar. Yokida borib oddiy eng yomon universitetga borsanglar ham o'zingizlarning ustingizlarda haqiqatan universitetdan tashqari ishlasanglar, eng zo'r bo'lib ketasizlar. Bu yerda hozir universitet ta'limiga to'nkab qo'ymaysizlar-da. Professorliklarga ham anaqa to'nkab qo'ymaysizlar. Hamma narsa o'zingizlarga bog'liq. Agar bu yerdan sizlar nolab sistemani yomonlasanglar-da, o'zingizlar ustingizlarda ishlamasanglar, shunaqa nolab yuraverasizlar. Mana o'zimni nechta Koreyadagi kursdoshlarim bor, o'qishni bitirishi bilan o'zimizning soha bo'lmasa ham boshqa sohada o'zini ustida ishlaydi, frilanserlik qilib, proyektlar bordi, ishlab yurishibdi. Koreys tilini zo'r biladimi? Bir xil umuman bilmaydi. Bir xillar chalayalim bilsa ham ishlab yuribdi. Nimaga? Chunki haqiqatan proyekt qilgan. Qo'lida bor rezumesi. Boshqa bolalar esa shu tekpeni arbaytni qo'pol qilib aytganda endi baribir ham men bu yerda hozir tekpe qilish yokida arbaytga chiqishni noto'g'ri men o'zim ham chiqqanman insonlar. Meni bu yerda asosiy maqsadim agar o'qishga kelsanglar, haqiqatan niyatinglar o'qish bo'lsa, nolamanglar-da, ortiqcha qo'shib o'qinglar. Endi har bitta odamning o'zini maqsadi bo'lar ekan, hammaning oilaviy sharoiti har xil. Borib chiqib pul yig'ib uydilariga jo'natadigan odamlarni ham juda ham hurmat qilaman. Ularga hech qanaqa gapim yo'q. Lekin ta'lim sistemasini yomonlab turib, nolab turib, ishlab, men hech nima o'rganmadim deydigan odamlarga vobshe hurmatim yo'q, to'g'risini aytsam. Maktabda nozik gap bo'ldi-da. Men rosa o'yladim-da, ustozlar bilan maslahatlashdim. Umuman mana shu mavzu meni ham qiynayotgan mavzuda, ya'ni arbayt, boshqa narsa meni ham juda ham qiynayotgan mavzu. Hozir aytganingizdek, haqiqatda o'sha insonga pul muhtoj, pul kerak, hammaga pul kerak, yashash uchun kerak. Albatta. Xo'p, men o'yladim-da, nimaga bunaqa, nima bo'lishi mumkin va nima qilish kerak degan narsaga juda ko'p o'ylandim va bu narsa xulosaga keldim. Agar hozir bitta keldi deylik, misol uchun-da, farqi yo'q, Andijon, Qoraqalpoq, Xorazm qayerdan bitta bola keldida, bitta xuddi shunaqa bolani ko'rdida, men Koreyaga endi keldim. Nima qilsam bo'ladi desa, u aytadi, tekpega chiqyapman deydi. Bo'ldi deydi, ketdi tekpega meni olib chiq deydi. Boshqa iloji yo'q, boshqa variant ham yo'q-da. Xuddi shu o'sha shahardan boshqa bitta bola kelyapti-da, bittasini uchrashyapti-da, ha deyapti, nima qilyapsan? Menga ish bor desa, sen undan ko'ra deydi, ko'rdimda shunaqa bo'lardi. Sen undan ko'ra deyapti, bir oy ishlamagin, bir oy uyingdan yo bir kimdandir pul olib turgun, bir oy ishlamagin, keyin birga buni IT'ni bir narsasini o'rganaylik. Marketingni o'rganaylik, bir narsa o'rganaylik, montaj qilishni o'rganaylik, video qilaylik, bir narsa qilaylik, o'rganaylik. Bir oy ishlamagin, bir oydan keyin bizga ish bor. Shunda. Ana ko'rdingizmi? Ya'ni masala bu yoqda o'sha kelgan bola tekpega chiqadimi, masalan, arbatga chiqadimi, pedalga chiqadimi, qayerga chiqishi uni kelib qo'shayotgan jamoasiga bog'liqda. Kim bilan qo'shilyapti? Ya'ni unga birinchi yo'l ko'rsatadigan kim? O'shan bilan ketyapti-da, masalan, tekpega chiqdi, tekpega ketyapti. Qurilishga kelsa, qurilishga ketyapti. Lekin men biladigan bolalar bor. U deyapti, to'xta, tekpeni qo'y. Buni o'rgangin, mashina o'rgansang yoki mana montaj qilishni o'rgansang, yoki internetda yo bir narsani qilishni o'rgansang, yoki stories qilishda yoki mobilograf bo'l, yo bir narsa bo'l. Ya'ni bunaqa ish qilmasdan bunaqa ish qilsang desang ham bo'ldi, qilishing mumkin deyapti-da va o'shalar shunaqa qilyapti-da. Demak, xulosa qildimki, demak, masala u odamni ko'rgani, ya'ni nima ko'rgan bo'layotganimizdek, nima ko'rganimiz shuni aytadi va inson kelib ko'rishayotgan odami bilan. Biz ustoz zo'r gapni aytadilar-da. Agar deydilar, sho'rlangan bodiring bitta bankani ochib,
sho'rlangan solyonni bodringni sho'rlangan bodringni olib 1 kilo shakarni ichiga solib qo'y, ertasi kuni o'sha bodringni olsang shirin bo'ladi dedilar. Endi shakardan kamgina olganda dedilar, shu solyonni bodring ichiga olsang u sho'r bo'ladi u dedilarda. Masala demak inson qaysi muhitda bo'lishiga bog'liq ekanda. O'sha muhitga tushsa o'shaligi bo'ladi-da. Masalan men tez gapiraman o'z odatda, lekin sekin gapiradigan odamlar ichiga tushib qolsam, men o'zi tez gapira olmayman. Hayot sekinlashib. U yerda men o'zimni diskomfort his qilaman-da, uni sekin, men o'zi tez gapiradigan odamman-da, shoshiladigan odamman. Lekin uni sekin, shoshmay gapiradigan ichiga tushib qolsam, to'g'ri aytasiz aka deyman-da. Lekin hozir tez gapirgan olsam o'zimnikilarga. Masala shunda-da, kim qaytga tushishida. Ya'ni demak, men siz hammamiz bir boshqalar ham qiladigan ishimiz muhit yaratishimiz kerak-da. Albatta. Masalan, hozir qanday muhit yaratishimiz mumkin? Misol uchun, menga kelsa men oshpazlikda oshxonaga bog'liq narsani o'rgatishim mumkin. Da, masalan, kelib o'zini bugun ishlashi mumkin, keyinchalik o'zini oshxonasini ochishi mumkin. O'sha hozir men mazza qiladigan narsam Ilorjon oldin karislar pali Mahmud pali degan bo'lsa, hozir mana menga karislar kartoshka, partishka, pomidor olib chiqyapti, ash deb olib chiqyapti-da. Ya'ni menga xizmat qilyapti-da hozir bilan, tushunyapsizmi? Va men undan mazza qilyapman-da. Men endi karisga emas, karis menga ishlayapti, kartoshka olib kelib beryapti, piyozimni olib kelib beryapti. Xuddi shunday, demak biz shunaqa sharoit yaratishimiz kerak. Misol uchun siz o'zingiz sohangiz bo'yicha искусственный intellekt bo'lsa, mana sun'iy intellekt bo'lsa, bolalarga oshna chiqma, davay kelib komanda qilaylik, masalanda. Mahmud akamga kontent kerak masalanda, masalan, yoki kimgadir kerak, qanaqa tashkillashtiraylik deb. Nuriddin Shoh mana aktyorlik misol uchun sohalari, sport masalanda, chiq mana jangga chiq, haqiqiy chempion bo'l masalanda, ko'rsat, vatan bayrog'ini ko'rsat masalanda. Ha, borku, mana biz o'sha narsani qanaqadir bir yo'nalish, qanaqadir bir nimadir qilishimiz kerak. Ha, biz hozir bir bo'sh haligi turkchasiga bo'sh konuşma deydi. Haligi prosta gapiryapmiz-da, oddiy bu gaplar faqat, lekin bu gap emasda, maqsad, bu niyatimizda. Kelganlarga sizni ham niyatingiz kelganlarga qarsini urgan deyapsiz. Uje siz bitta narsani aytyapsiz-da. Xuddi shunday biz qanaqadir platformami, qanaqadir bir yo'nalishmi, qanaqadir programmami, bir narsa bir qilishimiz kerak-da. Misol uchun kelsa nimaga qilish mumkin? Hozir buni eng meni yoqtirmaydigan narsam bu ishni qilma. Nima qilay? Yoki bu ovqatni yema deydi. Nima yey? Ayt axir nima yey? Bo'lmaydi, bu bo'lmaydi, buni yema, buni. Nima yey? Bu ishni qilma deydi. Nima ish qilay? Menga hech kim nima ish qilishni aytmasa, meni bilganim shuni qilaman majbur. Agar aytsa, yo'q, oshna, buni qilmang, bu yaxshi emas. Undan afzali bor. Buni qiling desa, okey, rahmat, baraka toping deyman-da, men ustozim deyman-da. Xuddi masala shunda. Ya'ni siz ham, men ham, biz maqsadimiz qanday qilsak to'g'ri bo'ladi, nima ish qilish kerak deganni yechim topishimiz kerak-da. Albatta. Bemalol. Biroz fikr beraman. Bruce Lee ustozi Ip Man shunday gap aytgan ekanda, Bruce Lee jang qilayotgan paytida Bruce Lee qo'li bilan ozgina tezlik bilan aldab turib, oyog'i bilan zarba berganda, qayerdan o'rganding deganda bitta kitobda o'qidim. Xo'roz qo'li bilan chalg'itib, oyoq bilan zarba berar ekan desa, ha, sen o'qigan kitob juda foydasiz kitob, lekin ichida kerakli joyi bor ekan deydi. Bizning suhbatimiz ham ko'rayotgan tomoshabin uzoq qilib ketishi mumkin, lekin ichidan o'zingizga kerak bo'lgan kichik bir narsalarni olib o'tishingiz mumkin. Endi yana hozir ishlash haqida hammaga pul kerak dedingiz. Biz talabalik paytimda, ya'ni 18-19 yil, 2018-2019-yillarda topik 2 bo'lish kerak edi. O'qishda bordi keldi, daromadingiz, o'qishga qatnashishingiz 90% dan yuqori bo'lish kerak edi va ishlayotgan joyingizdan, ishlamoqchi bo'lgan joyingizdan ruxsatnoma va universitetdan ruxsatnomani olib, migratsiyaga borib, mana meni hujjatlarim desangiz, pasportingizga ishlash haqida haqiqiy ruxsat urib beradi. Talabalar ham ishlasa bo'ladi. Endi yana Elyorbek haqida aytsam, Inadeda o'qigan ekan va men karislardan pastroq bo'lgan dedi-da. Ya'ni odam ajratilmagan. To'g'rimi? Karis bilan chet ellik bir xil bo'lgan. Endi ko'pchilik studentlar aylab qo'yishgan, men o'zimdan to'n kelganman o paytda, chunki haqiqatdan men yetarlicha o'qimaganman, chunki koreyaliklar nimadir yozyapti, men yozolmaymanmi, demak u meni aybim bo'lgan. Chunki ingliz tilida o'tilgan bizda o'tgan narsalarimizdan ham tushganda, o'zimga to'n kelganman. Men professorga to'n kelmaganman o paytini. O'zi nega bu narsalarni aytib beryapman? Asosiy maqsadi
eng asosiy maqsadi bu. Birinchisi koreys tilini o'rganish bo'lsa, ikkinchisi universitetda hamma narsani kutmanglar. Hamma narsa o'zingizlarga bog'liq. Mashidi mani gapim. Aytadi-ku, agar bolam Koreyada bitirsa aqlli bo'ladi. Unaqa emas. Bolalarning o'ziga bog'liq. Eng yomon universitetga boradimi, eng yaxshi universitetga boradimi, o'ziga bog'liq hamma narsa. Shu ikkinchisimida, to'g'ri ikkinchisida. Endi ish haqida kichkina to'xtalib o'tmoqchiman. Koreyaga kelganman, zo'r hamma narsa o'ylaganimdek, odamlar qanaqa boshqacha kiyim olgan, boshqacha joyga tushib qo'yganman. Bitta aka aytdilar, "Elyor, arbatga chiqasanmi? Chiqmasang bo'lmaydi, o'zbeklar chiqish shart" dedilar kelgandan keyin. "Bo'pti aka, pul topib ko'rayman, hatto pul topmaganman" dedim. Akani ishlari chiqib qoldi, xo'jayinisi bilan meni bir o'zim jo'natib yubordilar. Koreys umuman bilmaydi ingliz tilini, men koreys tilini bilmayman, juda ham zo'r chiqishdi xullas. Kafel yopishga to'g'riroq tualetda kafelni teradigan ish ekan birinchisi, o'sha qolib ketyapti. Men nima ish qilishimni ham bilmayman, prosta ketyapmiz mashinada, gapiratib yuziga qarab, deb qo'ymoqchisiz, men tushunmayman. Keyin ketyapmiz, hali ham nima ish qilishni bilmayman. Keyin tushdik, bitta uyga chiqqanmiz, nimadir dedi-da, yana tushunmadim, qo'li bilan ko'rsatdi. Men mashinamni narsani oldim, ichida har xil o'sha bolg'a, uskunalar. Uyga chiqdik, keyin menga uni olib kel, buni olib kel deb yotibdi-ku. Men hech nima tushunmayman-da. Yomon o'zimni qanaqa uyalib ketyapman-da, koreysni o'rganmaganimga. Keyin orada baqirib tashlayapti menga, tushunmayman, so'kyaptimi meni, yaxshi gap gapiryaptimi? Xullas, gap tashlayapti, keyin yomon afsuslanganman. Juda ham qanaqadir yig'lab yuborayapman-da, birinchi ish kunimda bor-ku, vobshe qiynalib ketdim-da. Nimaga qiynalib ketdim? Tushunmayman. Uni qil, buni qil deb tushunmayman. Keyin o'sha kuni kafelni yopganimizdan keyin ish tugadi desam, ish tugamabdi. O'zini ish joyiga borib, tomdan oyna tushirgan, oyna ham katta og'ir bo'lgan, tushir degan menga. Keyin men ham tilim bilmayman, tushira olmayman ham demaganman, ketib qolaman desam, keta olmayman ham, sim kartam ham bo'lmagan keyin. Bo'pti, demak boshimga tushibdi, bitta tushirib qo'ya qolay, ishim tugaydi deganman. Oyna tushirayotganda juda ham og'ir bo'lgan, boshimga tushib ketgan, boshimda singanda, boshimda sinib, oyog'imga kirib ketgan. Birinchi ish kunimda shisha. Men o'sha shishani oldirmaganman, 6 oy oyog'imda orib yurganman. Keyin u yengillab ketgandan keyin bansiga borib oldirganman. Nimaga oldirmaganman? To'g'risini aytsam, borgim kelmagan. Birinchi o'rinda pul ketkizgim kelmagan. Ikkinchi o'rinda karisini bilmasdim, men tushuntira olmasdim. Uchinchi o'rinda o'zbek aka, hech nima emas, zirab chiqib ketgan, hech nima qilmaydi deganlar. 6 oy keyin borsak, u haqiqatan shisha bo'lgan ekan. Mana sizlarga hayotida 17 yil ishlamagan bola birinchi kuni ishga chiqib, hamma ta'zirni yeb, jarohat olib qaytib keldim. Men balki o'sha kuni $100 ishlagandirman, u mendan $400 bo'lib chiqib ketdi-da birinchi kunimda. Keyin aytdim, shumi Koreya endi? Hamma maqtayotgan Janubiy Koreya shumi dedim o'zimga o'zimda. Keyin aytdim, demak sen o'qimasang, demak o'qishda grant olmasang, hech kim senga yordam bermaydi. Amaking yo'q, ota-onang yo'q bu yerda. Endi men ota-onamga ham aytkim kelmaganda u paytda. Endi nima qilaman? Koreyaga kelishim bilan ada yordam bering demayman-ku, o'zimga g'urur qilganman-da, sig'dira olmaganman. Uyda ham qilganda o'g'lim yaxshimisan degan, hamma narsa zo'r ada, hamma narsa zo'r oyi. Shunaqa ketkizganman, lekin meni boshimdan o'tgan narsadan bittaman, keyin Alloh biladi deydi-yu, shunaqada. Shu joyda translate ketmoqchiman. Xafa bo'lmaysiz, yaqin olmaysiz. Bemalol. Chunki siz dadangiz imkoniyati bor ekan. Albatta. Lekin dadangizni ham boylab qo'ygan yo'q-da. Yoki kimni boshqalarni ham dadasi bordir, dadasi boylab qo'ygan yo'q-da, masalan. Albatta. Dadasi o'zi hayot hammasi yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ishi yurishmayotgan bo'lishi mumkin-da. Qandaydir vaqtincha qanaqadir bolasiga yordam qila olmasligi mumkin-da. Xuddi shunday men ham har doim bolalarimga yordam qila olmayman. Masalan-da, vaqti kelsa. Hatto restoranim bo'lsa ham boshqasi. Ya'ni vaziyat har xil bo'lishi mumkin-da. Shu o'rinda aytmoqchimanki, farzandlaring jo'natadigan bo'lsa, toqqa chiqadigan, men aytdim-da, Everest deysilar, Everestga chiqaramiz deydim. Aytma, "Hop, chiqasang nima gapiryapsan? Chiqsang chiq." "Yo'q, to'xtang" deydi. "Everestga chiqish uchun biz shug'ullanyapmiz" deyotgan ekanda ular. Nima qilish shu Everestga chiqib nima shug'ullanishga desam, "Yo'q, har kun bizning vazifamiz bor" dedi. Har kun necha kilometr yuramiz, yuguramiz, keyin anaqa zinali trenajyor bor-ku, zinada o'shandan necha metr, necha kilometr yurishimiz kerak dedi. Har kun vazifamiz. Biz dedi Everestga chiqish uchun avval maytda chiqishimiz kerak-da. Ya'ni kim ustozim gapi keldida, biznes ochishdan oldin avval daftarda biznes ochib o'qishsa, daftarda qilasan. Ya'ni demoqchimanki, ota-onalar, endi biz ham ota-ona bo'ldik-ku, endi leval ayta olamiz qo'rqmasdan. Ota-onalar farzandlaringni kamgina trenirovka qildiringlar, kamgina haligi tayyorlanglar. Ya'ni Elyorjonga o'xshab kelib haligi qilib qolmasin. Ya'ni dadam bor degan xayolda yurmasin. Men
Elojonni ota-onasini bir haligi qilmoqchi emasman. Bu hayot, bu rizq. Ha, shunaqa bo'lish kerak ekan, shunaqa bo'ldida. Ya'ni masalan bizni davrimizdan hozirgi davr boshqacha. Ya'ni masalan bizda davay bos, ishlashing kerak, sen qilishing kerak, sen pishishing kerak, sen xomsan deb katta qilishgan. Lekin masalan kerak bo'lsa, men ham o'zim bolalarimni ishlatgim kelmaydi-da, lekin ishlatish kerak-da. Ya'ni tayyor bo'lish kerak-da odam, hamma sportga, boshqaga shug'ullanib, ishga ham hammasiga tayyor, hamma narsani biladigan. Shu qisqa qilib tez qilib aytib ketaman. Men Koreyaga kelganimda men dalaga anaqa skladga borganman ishlaganida va men tilda nol edim, lekin menga rahmatli Yusufjon Xo'ja akam haligini urishib katta qilganlar, juda uzoqda emas. Xullas menga odamlarni qo'liga qarab nima qilish kerakligini o'rgatganlar-da. Men o'sha karsni qo'liga kelganimda, karsni qo'liga qarab turganmanda, molotok kerak bo'lsa, molotok nimaligini bilmaganman, lekin molotok ushlab turganman. Mix kerakligini ko'rganmanda, mix ushlab turganman, lekin nomini bilmayman. Drill kerak, drill hozir bunga kerak deb drill ushlab turganman. O'shaqa necha sverlo kerak bo'lsa, o'sha sverloni ushlab turganman-da. Farosat ilmida. Endi o'shanday qilib Alloh guvoh, Alloh akbar deyman. O'sha karis men tilda bilmayman, meni brigadir qo'yganda, qo'limga ikkita karis berib qo'yganda, bularni ishlat deb. Endi u karislar borga nima ish qilishni bular aytadi, buni qilamiz ekan deb, bunaqa qilinglar deyman-da. Ya'ni o'sha mana shu narsa muhim, hozir aytgan narsangiz. Haligi hozir Marg'ulon Sisimbayev degan ustozimiz borlar, aytadilarki, eng qimmat narsa bu ko'p narsalar qimmat narsa, sog'lik masalan, lekin hayotdagi eng ishlatiladigan eng qimmat narsa e'tibor. E'tibor bo'lmasa qizil svetoforga o'tib ketib qoladi. E'tibor bo'lsa avariya bo'ladi. E'tibor bo'lsa qo'lini kesib oladi. E'tibor bo'lsa chuqurga tushadi. E'tibor bo'lsa yiqiladi. E'tibor bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. E'tibor bo'lmasa darsni o'rgana olmaydi. E'tibor bo'lsa, ya'ni e'tiborda xuddi shunday o'sha e'tibor insonni eng kuchli qiladigan narsa e'tiborda. E'tibor bilan Qur'on o'rganadi, e'tibor bilan namoz o'qiydi, e'tibor bilan hamma svetofor, hamma narsa e'tibor bilan-da. Hozir ovqatga ham qaramasdan sizga qarab o'ylaganimda, u tagi olyaptimi, olmayaptimi ko'rmasdim-da. Ya'ni masala o'shanda. Ya'ni o'sha narsani hal qilish kerak. Xuddi shunday demoqchiman, ota-onalar farzandlarini tayyorlaylar. Koreyaga jo'natadigan masalalaring, kamgina birinchi o'rinda haqiqatda tilda oldindan shug'ullansin, niyat bo'lganda o'sha shug'ullanib, hatyabi hech bo'lmaganda birinchi kerak bo'lgan narsalar to'ldirish, uyim qayerda, joyim qayerda, qayerga boraman, meni otim bunaqa, rahmat, haligi nima so'kinmayaptimi, nima deyotganini biladigan darajada o'rganib, kamgina shug'ullanib va har bir sohani bitta soha bo'lsa ham o'rganib kelsa, ba'zi bir insonlar borda, bu yosh bola ekan, Inha universitetini bitirdim deyapti, endi bu kim bo'ladi deydiganlar borda. Aytib o'taman, endi shunaqa fikr bildiradigan ayrim akalarmi, ukalarmi, assalomu alaykum, hater deyiladi endi fan bo'yicha. Men bitta ukamizni bilaman, Rashidjon degan ukamiz hozir O'zbekistonda INADni bitirib borib, adashmasam ta'lim vazirligida ishlayapti. Shu bolalarni ham endi kutasizlar, kelajakda endi O'zbekistonga borsa inshaalloh biz uchun kerakli bir kadrlar bo'ladi degan umiddamiz. Magistraturani bitirib olsak. Nasıl? Yana nimalar qoldi aytilmagan. Xullas, men nimaga hozir ish voqeasini aytib berdim. O'zim nima demoqchi edim? U yaxshi ham bo'pti shu narsa demoqchi edim. Yaxshi ham qiynalimman. Yaxshi ham shunaqa dodimman, chunki aynan shu narsani yuzasidan men agarda u bokim koreys tilini o'rgansa, o'rganarman deb qo'yardim. Lekin men o'sha haqiqatni ko'rdimmi, demak shart ekanmi, aytdim. Demak harakat qilishim kerak. Ya'ni bo'lmaydi. Qachongacha bunaqa dedimda, o'zimda boshlandi harakat. Endi borib peshanangiz bilan qayergadir urilgan boshqa, u bokim sizga oldindan ogohlantirib qo'ygan boshqa-da. Biz borib peshanangiz bilan urilmasangiz, eshitsangiz ham u ozgina payqaysiz, shunaqa. Lekin u narsani oldindan olmaysiz-da. O'shandan keyin men bor kuchim bilan koreys tilini o'rgandim, bor kuchim bilan o'qishda o'qidim. O'zim grantda o'qiganman, pashti tekinga bitirdim desam bo'ladi Inha universitetini. O'zi Koreyada grant beradigan universitetlar javonda ko'p emas. Hozir mana magistraturada o'qiyman, 100% grant berishmaydi. Ming eng katta balla olsanglar ham o'sha. Aytmoqchi bo'lganim shunaqa. Peshanam bilan urilganimdan keyin o'zim harakat qilib ham narsaga erishdim. Endi qanchalik erishdim bilmayman-ku, lekin ko'nglim to'q bu yuzidan lekin. Qancha edi? Inha universitetida siz misol tekinga o'qidim deyapsiz. Ayting kontraktingizni. Xo'p. Yo'q, qolganlarnikini. Bir yilda ikkita semestr bor. Endi men kirgan paytim sal arzonroq edi, chunki yil o'tgan sari universitetlar qimmatlashadi ekonomikaga qarab. Hozirda Inha universitetida Integrated System Engineeringga topshirsanglar, men o'qigan soha bir semestrga adashmasam 5 million 800 mingmi to'lashinglar kerak. Demak, 4 ming dollardan ikkita. Shunaqa, bir yilga 8 ming dollar. Men lekin 4 yilni adashmasam
2,5 yoki 3,000 dollar berib yopganman. Bir yilda adashmasam shu 700 dollardan to'g'ri kelyapti. 22,000 dollarmi 20,000 dollar grant olganman. Umuman o'zimga tuyulmagan, to'g'risini aytsam, kontrakt to'laganim вообще tuyulmagan. Faqat grant o'qiganman, lekin hammaga bunaqa emas edi. O'zimning oshna og'aylarim kontrakt to'lashgan, men to'lamagan paytim. Hammasi shu grant point average, anaqa grade point average bor, GPA. Ana shunda 4,5 lik sistema, O'zbekistonga o'xshab 5 lik emas. Sistema bor. Misol uchun 3 dan 3,5 ga olsang, menimcha skosh beramiz. 3,5 dan 4 gacha olsang, 4 dan 4,5 gacha olsang, men shunaqa sistemada doim tepada yurganman. Bitta og'aynim bilan birgalikda har doim grant olib, shu mazax yurganmiz. O'shaning uchun ishga ham kamdan kam chiqardim. Chunki agar kontraktga tushib qolsangiz majbur ishlaysiz. Majbur ishlaysiz. Unaqa og'rib qolsangiz, mayli, to'xta endi. Men grant olganimdan keyin motivatsiya paydo bo'ladi-yu. O'qisam grant olar ekanmanmi deb keyingi semestr yana o'qiganman. Yana bo'sh vaqtim bormi, yana koreys tili o'rganganman. Shunaqa hamma narsa zo'r bo'lganman. Juda ham ko'nglim to'q, juda ko'p narsadan. Endi buni aytishim sababi, agarda Koreyaga kelsanglar, to'g'ri, ishlamanglar demayapman, ishlanglar. U yerda ham o'zingizlarga kerak narsalarni olasizlar, faqat balans qilishni bilish kerak. Na faqat ish, na faqat o'qish, hamma narsani balans qilsanglar, hamma narsaga ulgurasizlar. Mana men YouTube qilishga ham ulgurdim даже. Universitetda ham o'qidim, ishladim ham, YouTube ham qildim. Menga aytishardi, "Elyor, nima ko'p video chiqarmayapsan" deb. Men bir haftada bitta video chiqarganman. Hafta ichi ham o'qirdim, ham ishga chiqardimda, shanba kuni video olardimda, oddiy kuni o'qlamasdan syomka, to'g'ri montaj qilib chiqarib olardim. O'zimga bo'sh vaqt qolmasdi, lekin qilardim. Agar xohlasanglar qila olasizlar. Xulosa oladiganlar, agar ingliz tilini zo'r bilib, IELTS'lar yuqori bo'lmasa, topiklar bo'lmasa, 8,000 ga ancha qiynalasiz. Bitta yana nozik joyi bor-da. Hozir albatta tomoshabinlarchida bor. Sen meni choponimni kiymagansan, sen meni dardimni bilmaysan deganlar ham bor-da. Albatta. Ya'ni biz hech kimdan yiqilmayapmiz, balkim haqiqatda kimdir qarz olib kelgan. U ishlamasa qarzini bermasa bo'lmaydi. Ishongan o'g'li bitta o'g'ildir, yoki bo'lsa dadasini ishongan o'g'li u qarz olib, dada men sizni ishonchingizni oqlayman deb qarzni ham berib ham o'qiyotgan bolalarimiz ham bor-da, ukalarimiz ham bor. Men hatto bir ikkitasini bilaman. Men malades deyman, chunki o'sha bolalarni bilgan bolam nima uchun malades deyapman? U bolalar o'qishda ham qoyillatgan. Men o'zim bilaman-da, o'qish zo'r o'qigan. Eng qizig'i mashina bergan, dadasiga mashina bergan. Dadasi bilan onasini hajga jo'natgan. Krassavchik deyman-da. Bor. Ham o'qishni qoyillatgan, ham ishni qoyillatgan-da. Endi yoki boshqa odamlar ham bor, hali o'qishni qoyillatmagandir, lekin ishlab majbur pulini jo'natib, majbur ishlashyapti. Ukalarimizga ham Alloh xudo xolisa barakasini bersin, ular ham xudo xolisa tez kunlarda qilsin. Men kuchayib ketganlarni ham ko'rganman. O'qish tashlab qo'yishgan, lekin biznes qilishardi. Men aytganman, bo'pti, ishini topibdi, o'qish foydasi yo'q. O'zini ishini rivojlantirsa, men o'shaning uchun aytaman-da, nimadir yaxshi unaqa o'qish majburiy demayman men. Endi men o'rtacha sifatida aytayapman-da, o'qishga kelsanglar endi o'qishinglar kerak-da. Lekin o'qimasdan ham o'zingizlar ishinglarni topib ketsanglar bo'ladi bu yerda. Avvalo odam o'zini salohiyatini o'zidan boshqa hech kim bilmaydi-da. Kimdir faqatgina o'qish taraflama keta olmaydi. Kimdir faqatgina ish bilan o'qish miyasiga qabul qilmaydi. Shunday. Misol men O'zbekistonda necha yil bo'ldi mana? Qarang, 10 yil oldinmiki, 15 yil oldin Koreyaga boraman, kinoda o'ynayman deganman. Hozir mana Goodboy'da o'ynadim, undan keyin Dayrojiljini, yo'l saji Sanyankediltu, xullas qatorlashib ketdi. 7 ta, 8 ta. Ertaga ham Knock Off degani. Koreyada birinchi o'rinda turadigan bola bor, ana shuni kinosi. Ikkinchi o'rinda Kalmar o'yinidagi bola turadi. Birinchi o'rinda kimligini yozinglar izohlarda. Ana shu bolada epizod massovka deyiladi. Ana shu o'ynagan. Men o'zim salohiyatimni shunda ko'rganman. Mana keldim 2018-19 o'qiganman, bitirdim. Mana shuncha yillar men ishlab kelyapman-da. Bu bola o'zini salohiyatini o'qishda ko'rgan. Kimdir ishda, kimdir biznesda ko'radi. Mana Hoji akamiz faqat biznesmen. Shunday. Hozir ya'ni bitta Nurnisho gapingizni oldim, dardingiz bo'linsin. Bizning maqsadimiz hozir bu yoqda o'qima yo ishlama, o'qi yoki ishlama, o'qima, ishla degan mavzulardan emas. Biz yana aytdik, Elyorjon o'zini ko'rgan narsasini aytyapti. Ya'ni balkim Elyorjondan zo'r yo'lini ko'rgan akalar bordir. Kommentariyada yozsin. Shunaqa. Balkim qandaydir zo'rni. Qarochi, gazni bosish kerak. Bismillah deb ishlatganlarga Alloh o'zi quvvat bersin, o'zi panohida asrasin, o'zi barakasini bersin. Albatta. Hammasini o'qiyotganlarga ham, hammalariga qarochi omad deymizda, xudo xolasa. Yana nima ma'lumotlar? Qaytaramiz. Koreys tili eng muhim ekan. Ikkinchi o'rinda universitet ta'lim sistemasi zo'r, yaxshi, faqat o'zingizlarga bog'liq. O'qimasanglar bir tiyinga foydasi yo'q. Uchinchisi, albatta kelganinglarda qiyinchilik bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Lekin bu ham bitta mevasi dedi-yu,
man shuncha narsa bo'lsa ham hozir kulib eslaymanda juda ko'p narsani menga yoqadi. Bu ham mani bitta tajribam, menga yoqadi qiyinchilik bo'lganlari. Hammasida maza qilganman, hozir kulib aytib beraman mana shunaqa podkastlarga chiqib. Endi qiyinchilik bor ekan deb qo'rqmanglar, sizlar kelinglar, boshingizdan o'tkazganinglardan keyin bilasiz, lozim men aytsam ham, Nurdin Shohga aytsalar ham, sizlar uni 100% payqab ola olmaysizlar boshingizdan o'tmagancha. Shunaqa narsa. Keyingi yana bitta aytadigan narsam shu vaqtni taqsimlash bo'lsa kerak. Behuda vaqtinglarni ketkizsanglar, juda qiynalasizlar. Ayniqsa o'zbek ukalarimizning orasida ko'p ko'raman. Chunki bizani universitetda, har bitta universitetda o'zini Telegram gruppaligi bo'ladi. Faqatgina ana shu universitetda o'qiyotgan u gruppaga yoziladigan gap so'zlarni ko'rib borku men ichlarim olib ketadi-da. Sizlar shunaqa bo'sh vaqtinglar bormi? Shunaqa temir haqida urushishga, gaplashishga deyman-da. Bo'lar bo'lmas narsaga vaqtligini ketkazishadi-da. Koreyada bo'lmasam-da, shu ozgina o'zini sohasi bo'yicha o'qisa, sal murakkabroq bilimga ega bo'lsa borku, bemalol sohasi bo'yicha ishlab ketadi. Keyin yana bitta narsa bor, aytadi, sen chet elliksan, koreyalik baribir ham seni ishga olmaydi, o'zini xalqidan olgisi keladi ishchiga deydi. Yo'q, agarda sen sohangni eng zo'ri bo'lsang, nimaga seni qo'llamasin? Agarda sen qo'llatib qo'ysang, kompaniyaga yordam bersang, nimaga qo'llamasin? Mana birinchi kelganimda bitta aka bilan gaplashgandim. Aka, sizni tanishlaringiz bormi? Shunaqa kompaniyada ishlaydigan sohadan kelsam, ukam yo'q. Mana birinchi san bo'lasan agar bo'lsa deganlar, u akani juda ham ko'p tanishi bor edi. Keyin men juda motivatsiyam yo'qolib ketgan. Voy aka, u aka 7 yildan beri Koreyada yashardilar. 10 yilmi, 17 yilmi, juda ko'p bo'lgandi. Keyin o'sha akadan gaplashandan keyin akani juda ko'p tajribasi bor, demak shans kam ekan deganman-da. Keyin Inxaga sal o'qishni boshlab turib, o'rtoqlarimni ko'rganimdan keyin kirsa bo'lar ekan-ku. Aka nima qildilar dedim. Hozir o'zim o'ylayman-da, koreysini bilsangiz, inglizini sal yaxshi bilsangiz-da, sohangiz yaxshi bo'lsa, bemalol kirib ketasiz. Umuman muammo emas. Shu narsani aytmoqchi edim. Agar sohalarda yaxshi bo'lsanglar, hammaga keraksizlar. Даже ishga topshirmasanglar ham iltimos bizga ishla deydi. Shunaqa darajada. Elyorbek kelish to'g'rimi o'zi? Koreyaga Sizni nazdingizda o'zimning nazarimdan eng to'g'ri ishlardan bittasi Koreyaga kelish bo'lgan. Nimaga? Musofirchilikni ko'rib, qiyinchiliklar bilan birgalikda, ayniqsa kelganimdan keyin ota-onamga juda katta rahmat aytaman. 17 yil menga bergan ta'lim tarbiyasi bekorga emas ekanda. Odamlar oldin aytardilar, o'g'lim ingliz tilini o'rgangin, kerak bo'ladi dedilar, men aytardim. Nimaga kerak bo'lishi mumkin derdim. To'g'ri ta'lim tarbiyani berganlardan keyin mana keldim. O'zimni eplab ketdim-da ko'p vaziyatda. Hozir eslayman, endi mag'zini chaqqandan keyin bilyapti ko'p narsa. Mendan so'raydigan bo'lsanglar, 100% to'g'ri qaror qabul qilganman. Endi albatta xatolar, kamchiliklar bo'lgan. Endi hech kim mukammal emas-ku baribir ham. Lekin hayotimdagi eng to'g'ri fikrlardan bittasi deb o'ylayman. Agarda O'zbekistonda qolganim nima bo'lardi? Soham bo'yicha ishlaydigan boshqa bo'lardi, lekin Koreyaga kelib, men aytib beradigan juda ko'p voqeam bo'ldi. Juda ko'p o'rtoqlarim bo'ldi. Universitetda keyin ko'pchilik noto'g'ri tushunadi, ta'lim olishga deydi. Yo'q, balkida aynan shu universitetda tanishgan kursdoshingiz bilan siz biznes boshlaysiz kelajakda. Connection deydi buni ingliz tilida. Tanish bilish qilib. Mana o'zim yaqinda professorim bor. Balkida mana shu professorim kelajakda meni kimgadir recommendation qilar. Mana zo'r o'quvchim bor, senga shunaqa ishchi kerak edi deb. Misol uchun-da. Shunaqa narsa, juda ko'p plyus tomonlari bor. Sizlar faqat ta'limni qaramanglar-da. Men yangi kulturani o'rgandim, yangi madaniyat o'rgandim, yangi til o'rgandim. Koreya aholisini o'rgandim. Endi albatta ularning ham yaxshi minus tomonlari bor. O'zimga yaxshisini oldim. Juda ham shukr qilaman Koreyaga kelganimga. Mazziq, hozir ham mazza qilib yuraman to'g'risini aytsam. Nima bo'lyapti? Bormi og'riq deydi. Endi ukamizni ko'pchilikning vaziyatiga ham qaraladi-da. Misol 2000-yildan tepalari mana endi shu yosh bola hayotga boshqacha qaradida. Endi Hoji akamiz aytgandek, kimdir oila bola chaqali bo'lib, majbur qolganda keyin imkon o'qish orqali viza qilib olib kelib olish bo'lgan. Endi ular faqatgina shu taraflama qaraydi. Bu yoqda hech kimni qoralaymiz, hammaga omad tilaymiz. Mana inson qila oladi degan narsangizga men ustozimiz borlar, o'shalarda gaplari esimga keldi va haqiqat dedimda. Nima bo'lgan? Urush payti, ikkinchi jahon urush paytida u odam ustozimiz rossiyalik, qishloqda, Ukrainaga yaqin joyda qishloqda yashagan. Nemislar samolyotda uchib yurganda u odam oyoq yalang mol boqib yurgan ekan. O'sha yerda Rossiyada ham mol boqarlar bor ekanda, mol boqib yurar ekan. Samolyotni ko'rib men lotchik bo'laman degan ekanlarda. Yosh bolacha. Ota-onasi kulgan ekanda qishloqda, yoqda Rossiyada. Bolam, sen lotchik bo'lasan, zo'r lotchik bo'lasan degan ekanda.
oradan urush oxiriga yetib уже haligi SSR yutishni boshlaganda уже ular nemislar to'g'ri kelgan joyga bomba tashlagan ekanda, hatto ularni qishlog'iga ham bomba tushgan ekanda. O'shanda o'sha bolacha aytgan ekanda, endi men военный, ya'ni harbiy lotchik bo'laman degan ekanda. Hamma kulgan ekanda, butun qishloq kulgan ekanda. O bizni lotchik kelyapti, bizni lotchik kelyapti deb. Aka o'sha bola Moskvaga, o'sha qishloqdan Moskvaga boribdi, men lotchik bo'laman deb. Institutga kira olmasdan boshqa sohaga kiribdi-da, maqsad lotchik bo'lishda. Ya'ni maqsad Moskvada qolish va lotchik bo'lish. Keyin o'sha qaqadir o'qishga kiribdi, kechqurun вечерний, ya'ni kechki военный uchadiganlarni nimasi bor ekanda, shkolasi bor ekan, ya'ni maktabi bor ekan. Kechqurun harbiy samolyotda uchadiganlarni maktabi bor ekan. U yoqda uchar ekan. Haqiqatdan praktika bo'lar ekanda. O'qish sohasi boshqa, qishloq xo'jaligi munosabati bo'yicha o'qishga kirgan, eng arzoniga kirganda, lekin harbiy nimada o'qigan ekanda va o'qishni bitirib, maktabni bitirib, haliginga o'sha uchadigan nimaga borib, men ishga olinglar, men lotchik bo'laman desa, seni haligi institutdan kelganlar, men praktikam bor, lotchik uchmaganman, 3 soatim yo'q desa, bular aytgan ekan 3 soatim bor. Kedib olgan ekanda va olganda birinchi uchishini ko'rganda Gagarin ko'rib qolgan ekanda. Keyin zo'r bola ekan desa, seni zo'r bola dedi Gagarin desa, berib uchrashtirib boray, men Gagaringa shogird bo'lgan ekanda. O'sha tasavvur qilyapsizmi? Qishloqda mol boqib yurgan hamma usta kulganda, lekin ustozi Gagarin bo'lganda. Haqiqatda военный lotchik bo'lib, mana hozir bolalariga bolam, so'ra ular ham Allohdan so'ra demagan bo'lsa ham, lekin ular so'raganda, ular haqiqatda ishonganda haligiga. Tarixim esimga tushib ketdi. 2015-yil National xalqaro aktyorlik litsenziyasini olganimda sinfdoshlarim aytganda, aktyor bo'lyapsiz-da, endi bitta kinoda hech bo'lmasa qochib qol deb o'tib ketsangiz ham kadrda ortida deganda. Shunday. Shu yaqinda kinomiz chiqadi. Bormi og'irda chiqamaydi. Nima bo'lyapti deb. Yo'q, qani o'sha hayterladimi? Kommentariyada yozib qoldirsin. 5 kunda, 5-oyda Good Boy JTBC'da hamda Amazonda Prime Premier naqada bo'ladi. Zo'r. Inshaalloh. Aka dasat qo'yib bering. Shunaqa. Keyin yana bitta qiziq voqea aytib beraman. Menda juda ko'p qiziq voqealar bor. Bir kun o'zi meni O'zbekistonda boshim yorilmagan, Koreyada boshim yorilgan. Juda maza qolganman o'shanda ham. O'sha ham boshim yorilganda ham misol uchun qisqacha aytib beraman. Boshimni tiktirishga borganman, boshqa bo'lgan. O'sha ikkinchi marta men operatsiya bo'lganimga oddiy hol bo'lib qolgan. Menga mana shunaqa bo'lib turadi deganman. Lekin o'shanda ham uydagilarga aytmasdan, chunki xavotir olishadi, baribir ham foydali yo'q-da. Uydagilar siqilishdan boshqa narsa bo'lmaydi. O'zim hamma narsani eplay olaman. U payt sal koreys tilini ham bilardim. O'sha paytda men borib dardimni tushuntira olganman. Mana bunaqa qilib boshim yorildi deb gaplashib olganman-ku. O'sha boshqacharoq situatsiya edi-da. Keyin aytganman, demak, mana shu to'g'ri narsa qilman dedim. Koreys tilida gaplashib, boshimni tiktirib, bir necha marta borib, almashtirib, dorimni shunaqa qildirganman. Bu gapimni nima aytdimmi? Koreyga kelsanglar mazza qilib yurishinglar mumkin, lekin har qanday qiyinchilikka tayyor bo'linglar. Lekin shunisi bilan qiziqda, endi agarda challenge bo'lmasa, faqat tekis yo'l bo'lsa qiziq emas-ku. Oranglarda shunaqa oldinglarda bir ikkita narsalar chiqib turadi. Asosiysi yiqilganinglarda ham shu ozgina manaqa o'ynab ketsanglar ham turib olishda, oyoqqa qaytabdan. Shunaqa. Sinovlar odamni juda sayqallaydi-da. Albatta. Keyin yana bitta narsaga aytaman, juda ham ko'p uchrab turadi Koreyada. Afsuski, o'zimizdan yurtdoshlarimizni aldab, pulligini olib qochib ketib, keyin gruppalarga yozib, palonchi men pulimni olib qochib ketdi, rasmini tashlashadi. Endi o'zingizdan bilib, kerakli odamlarga ishonasizlar yoki ishonmaysizlar deyman. O'shanga ham ehtiyot bo'linglar. Koreyaga kelib, ID karta berishadi, hech kimga berib o'tirmanglar. Sizlarning nomingizdan narsalar olib tashladi, sizlarning nomingizdan boshqa narsalarga registratsiya qilishadi. Juda ehtiyot bo'lishinglar kerak, ayniqsa sizlar musofir yurtdasizlar. Shuni ham aytib ketmoqchi edim. Doim ogohda bo'linglar, o'zingizlarga ishoninglar faqat. Yaxshi. Vaqtimiz qancha bo'ldi bizning suhbatlarimiz? 58 minut bo'libdi. 58 minut, 1 soat qilib qo'yaylik endi. 1 soat qilib qo'yaylik. Minutga o'zi xayrli Manzur bilan menimcha bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bormi yana? Endi zo'r gap bo'lsa, endi boshladik desam, ertalab kech. Agar sizlarga shu podkast va mana shu ukamiz Elyorbek mehmonimiz yoqqan bo'lsa, kommentda izohlarda qoldiringlar. Yana chaqirishimiz mumkin. Kamchiliklarimiz bo'lsa, uni ham aytinglar. Nimada kamchilik bor, nima qilsak bo'ladi, nima o'zgartirsak bo'ladi, qaysi mavzu. Yozinglar, biz bilan nima deydi, qo'shilinglar.
Shundoq, asosiysi hozirda men o'zim aytgan barcha fikrlarim o'zimni tajribamga Shaxsiy fikr, subyektiv albatta subyektiv fikrim bu yerda, mani hech kimga qarshi yomon fikrim yo'q. Qo'limdan kelgancha aytib berdim. Chunki men mana shu narsalar ijtimoiy tarmoqlarda ko'p emas deb hisoblayman, o'zim ham shu sohada bo'lganimga. Umid qilamanki, kichkina uka singillarimiz ko'rgandan keyin to'g'ri xulosaga kelib yoki ota-ona ko'rayotgan bo'lsa, bemalol jo'natirsin bolaligini, agarda yaxshi tarbiya berishgan bo'lsa. Barcha narsa tarbiyadan boshlanadi. Agar bolaligiga ishonishsa, u 17-18 yillik tarbiyani Koreyaga kelib turib 1 yilda buzilib ketmaydi. Agarda 18 yilda tarbiya to'g'ri berilmagan bo'lsa, 1 yilda o'zi yetadi u bolani vobshe boshqacha situatsiyaga anaqa savorishiga. Endi O'zbekistonda shuncha yurib Koreyaga kelib sirg'a taqib olishi qiyinroqda. Endi shu uch tarafdan aynigan bo'lishi mumkin. Albatta. Kerak. Agar to'g'ri tarbiyani ko'rgan bo'lsa, u dunyoning eng chet mamlakatiga boradimi? Vobshe farqi yo'q. O'zi o'rgangan narsalar bilan doim sodiq bo'lib, o'zini hayotini yashaydi u odam, hech qayerga o'zgarmasdan. Men ham ko'rganman, juda ham ko'p o'zgarib ketgan bolalarni ko'rganman. Lekin o'zgarmagan bolalarni ham ko'rganman-da. Hamma narsa o'ziga bog'liq bolaning. Lekin kelganlarga hammasiga aytib qo'yamiz, kelyapsiz, ota-onangiz, ota-bobolaringiz, vataningiz, sha'ningiz, musulmonligingiz, o'zbegligingiz barchasini yelkangizda ko'tarib yuribsiz. Qanaqa yursiz, ana shu odamlarga ham zarar tegadi. Iltimos, qolganlarga zarar bermang. Haligi yordam bermoqchi bo'lsang, xalaqit berma deydi. Shunaqa. Biz hozir pozitsiyalanganmizda, Hoji aka katta inson sifatida tarbiyali, qo'pol gapiradigan joyida, tanbeh beradigan joyida yoki yoshlarga bir boshini silaydigan joyidagi mavzularni Hoji aka gapiradi. Men endi yoshlar bilan sarkazm qilib, kulishib, hazillarni baribir gapirib o'taman. Yoshlar bilan Men narsani xulosa qildim-da. Oldin mana ko'p yoshlar keladi, ish bormi aka, ish bormi deb keladi. Bu alohida mavzu, bunga alohida to'xtalamiz. Lekin nimaga bu qilmayapti, nimaga uyda o'rgatishmaganmi shu narsani qilishga? Nahotki shu narsa oddiy narsa, elementar narsalar, shipirish, artish, nahotki shu narsani changini chiroyli qilib tozalab qilib olmaydimi rosa o'ylanardim-da. Nahotki shuni aytishmagan, nahotki shuni bilmaydi deyishardim. Kimni o'ylab qaradim, yaxshilab analiz qildim. Aslida hamma insonni Alloh yaratgan va Alloh hammani chiroyli, mukammal qilib yaratgan. Men aytaman, faqat fikrchatili yoqilmaganda. Masalan, Kars tilisi fikrchatili yo'q edi, Ilojonni o'rgandi, ya'ni yoqildi fikrchatili. Masalanda, kimdirda ingliz tilisi yo'q edi, fikrchatili o'chiq edi, inglizni o'rgandi, hayot qiyinchiliklarda yondi. Xuddi shunday, demak, kimdir artish fikrchatili yonilmagandir-da, misol uchun. Demak, u muammo emas ekanda. Masala unga to'g'ri yondashishda. Fikrchatini yoqib berishdi. Masalan, fikrchatilini kelsa, o'sha chiroyli qilib yoqsa-da, ya'ni hech kimda muammo yo'q ekan. Ya'ni, masalan, achchiqni nimaligini bilmagan odam unda bilmagasligi uning uchun muammo emas, prosta bilmaydi-da, prosta bilmaydi, ko'rmagan u narsani. Bo'ldi, achchiq nima, masalanda biz taka nima desa, taka masalan Xorazmda yostiq ekanda, biz endi Xorazm bo'lmaganlar bilmaydi-da uni yostiqligini. Bizda echki aytiladi. Echkini taka deymiz-da, misol uchun. Xorazmda yostiq taka der ekanda, misol uchun. Masalan, bo'ldi, ya'ni Xorazmdan bo'lmaganlar uchun bu muammo emas. Taka desa, biz echki desak, ular yostiq desa, ya'ni biz ularda bizda Xorazm fikrchatili yo'qligi uchun, Xorazm tili fikrchatili yo'q uchun bilmaymiz. Ya'ni bu muammo emas. Ya'ni har bir inson, hech kimda muammo yo'q ekan. Ya'ni muammoli inson yo'q ekan. Faqat men o'zimcha, meni logikamda, meni tafakkurimda fikrchatil, ya'ni yoqich. Prosta yoqishimiz kerak ekan. Men bilmasligim, ingliz tilini bilmasligim muammo emas, masalan, men uchun. Chet elda bo'lsam hamda men hozir chala gapirishim mumkin-da, noto'g'ri gapirishim mumkin, lekin meni qalbimda hech kimga zarrachaligi yo'q-da. Til bilmasligim muammo emas. Xuddi shunday kimdir nima ish bilmasligi muammo emas. Muammo uni o'rganmasligida. Ya'ni mana muammo uni o'rganmasligida. O'rganish kerakligini biladi, lekin o'rganmaydi-da. Masalan, pravo haydash, mashina haydash uchun pravo olish kerak, lekin pravoni olmasdan mashina haydab yuraveradi-da. Masalan-da, prosta pravo olsa bo'ldi. Ya'ni to'g'ri haqiqatda, mashinani boshqarishni biladi, lekin yo'l belgilarini bilmaydi. U demak avariya bo'lishiga sabab bo'ladi-da. Xuddi shunday, ya'ni hech kimda muammo yo'q. Hamma inshaalloh hamma zo'r. Faqat biz qilish kerak bo'lgan narsalarni qilishimiz kerak. O'sha yoqishlarni, fikrchatlar yoqishimiz kerak. Qayerda nima bo'lsa, o'shaning uchun maslahatim, masalan, oddiy misol mana hozir aytmoqchi, keyingisiga qoldirmoqchi, lekin buni aytib ketay, hozir kakras kelib qoldi. Masalan, kelyapti-da, ish bormi deyapti. Nima ish qilasan desam, любой ish qilaman deyapti-da. Bo'pti, kir osh qil desam, uni qila olmayman dedi. Hozir aytding-ku, любой ish qilaman deding-ku desam, osh qila olmayman dedi. Bo'pti deyapti, qozon kabob qila olmayman, bilmayman. Bo'pti, bo'lmasa, men idishda olay yuv desam, nima bilan yuvaman deyapti.
hozir aytdingiz-ku siz любой ish qilaman dedingiz-ku yo ko'rsatsangiz. Ha, demak siz ishlagan emas, ish o'rgangani kelibsizda. Desam, shunday desam bo'ladi. Va sizga ham ish o'rgataman, ham pul beraman. To'g'rimi desam, endi men ishlayman-ku deyapti-da. Ya'ni gap yo'q, masalan, pul berishga muammo emas. Biz o'zi talabalarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Ya'ni bizning vazifamiz. Gap bo'lishi mumkin. Lekin u talaba boya aytgandek yordam bermoqchi bo'lsang mishat qilma deganda men hamma ishimni tashlab unga o'rgatib qanday qilinishda qayerda pul bersam sal noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni shunga nima demoqchiman? Ha, kimdir kelmoqchi bo'lsa farqi yo'q, qanaqadir sohani, svarkanimi yoki bo'lmasa biron ishnimi, duradgorliknimi, biron kasb bilan kelsa ham hech bo'lmasa o'sha kasbida hech kimdan gap eshitmasdan, hech kimga alik qilmasdan til bilish shart emasda. Masalan, ovqatni bilib kelsa til bilish shart emasda, boshqa joyda ovqatini qilsa hamda. Yoki svarkani bilsa, svarka qilish uchun til bilish kerak emasda, mana uni ko'rsatsa bo'ldi, svarkalab tashaveradi. Ya'ni, masalan, o'sha narsani bir kelishdan oldin masalan taxminan o'zi nima ish o'qish bilan masalan ishlayman desa baribir endi ishlash kerak endi kamgina bo'lsa ham ota-onaga pul ber devermasdan nimadir, lekin o'shanga tayyor bo'lib kelsa, masalan tosh ko'tarmoqchi, qurilishga bormoqchi, kamgina zanimatsiya qilib kamgina shug'ullanib bir tosh ko'tara oladigan bo'lib kelsa, bemalol qiynalmay tosh ko'tariladi misol uchun. Yoki nozik haligiroq tanasi masalan nozikroq bo'lishi mumkin. Unga yarasha bir narsa o'rganib kelish kerak. Misol uchun-da. Ya'ni oz safarlar bo'ldi mana Yaponiyaga. Qayerga boraman, kim kutib oladi, kim biladi, bilmayman. Facebookdan kirdirdim, topdim odamlarni, qayerda nima bor, bo'ldi, kutib olishdi, bordim-da. Tanimayman. Xuddi shunday Koreyaga kelmoqchi bo'lsalar, mana Facebook, Instagram, mana Nuriddin mana boshqa qancha odam bor, yozib kim qayerda nima qilsak bo'ladi, nima o'rgansam bo'ladi deb yozsa masalanda, mening ham masalan, kimdir maslahat beradi, hech bo'lmasa maslahat bilan kelsa, ko'radi, eng muammo siz xursand bugun yurudingiz, lekin bitta vatandoshingizni muammo bilan kelib siz ham muammoda sizga ham qilasizda vatandoshim qiynalyapti deb. U muammoni o'zi yaratganda, ya'ni kelishdan oldin masalan men Koreyaga kelishimdan oldin men bilmayman, biroz sayohatga kelyapman, lekin men mabodo firma ochsam deb rasmlargacha tushib kelganman-da. Agar anketasini birgalab to'ldirib ham kelardim-da. Ya'ni nima demoqchiman, mana shu joyda aytib ketay, mana hozir aytganingizdek, immigrationga necha yil borgan bo'lsam, tilni bilmaganim uchun har doim gap eshitganman. Nima deyapti bilmayman, bor, qayda borgan, ertaga kelasan degan, yana borganman. Uni yo'q, mana uni olib kel, mana uni olib kel. Olib kelsam, ichida bor ekan, buni ichida men ko'rmabman. Nimaga u ko'rmagan? Chunki men hujjatlarni berganimda palapartish qo'yganman-da. Tas pastda, tas tepada, yonida turish kerak bo'lgan hujjat u pastida uni ko'rmagan, yo'q deb o'ylaganda. Ha, demak men analiz qildim, demak muammo menda bo'lgan. U immigration jahli chiqqanda, u hammasini parada qo'ygan. Xo'p, endi nima qilyapman? O'sha yerga borib yoziladigan ariza, blankasi bor-ku mana. Nimasi, anketasi. Men buyog'da kompyuterda nomlarimni yozib, kompyuterda shriftlarni pechat qilib, rasmlarni yopishtirib, undan keyin ID kadam, undan keyin pasportim, undan keyin uyda adresi, undan keyin firma adresi, undan keyin soliq, undan keyin nimalar turish kerak bo'lsa, o'zini ro'yxatiga qarab, birinchi mana, ikkinchi mana deb taxlab olib borsam, bunday ochadi, bunday qaraydi, okey, bunday qaraydi, okey, bunday qaraydi, okey. Shunday qo'yib, pap pechat qo'yapti. Kamsahamnida deyapti-da. Immigrationni tabassum qilganini o'sha hujjat to'g'ri qilgandan keyin ko'rganman-da, har doim so'kishiga deganlarni ko'rganman-da. Lekin hujjatni to'g'ri taxlagandan beri, mana alhamdulillah 5-6 yildan beri immigration bitta amaligi yo'q-da. Nima bo'ldi? O'zgardim, immigration xodimi o'zgarmadi, men o'zgardim. Men to'g'ri qilishni boshladim-da. Xuddi shunday vatandoshlarimiz ham hammani yaxshi ko'ramiz, hammani Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. U to'g'ri qilsa, cho'tkida eng yomoni qarshilar keladi, seni o'zbeging anaqa qilibdi, seni o'zbeging buni qilibdi, deydi-da, lekin ishkal qilibdi o'zbeging deydi. Keyin noilojda aytaman-da, sarammada deyman-da. To'g'ri. Hangukda Isoyo deyman-da, Koreyada ham shunaqa odamlar bor, hamma millatda shunaqa odamlar bor-da, Koreyada ham shunaqalar bor desam, keyin bunday qarab, to'g'ri aytasan deb qo'yadi, keyin shu bilan chiqib ketaman-da vaziyatda. Vaqt reglamentimiz qanaqa bo'ladi? 1 soat 8 minut bo'ldi. Xo'p, bo'lmasam juda ham bitta eng kerakli gap aytmoqchiman, bilasizlarmi nima? Bo'lmasam so'nggi gaplarga o'tamiz. Eng muhim Uzoq gap ketdi demanglar. Eng muhim gap
obuna bo'lmagan bo'lsanglar shaxs podkastga obuna bo'lib qo'yasizlar va tezda videoga like bosib rahmat juda ham katta kayfiyatda tugatyapman videoni kommentariylarni yozib tashlaymiz qani ko'rsatinglar bundoq yordaminglarni Toshkent shunaqa to'xtamasdan video chiqarishadi agar sizlar ham yordam bermasanglar motivatsiya yo'qoladi-yu. Bu ham shu narsada hozir biz harakat qilyapmiz xuddi shu narsani sizlar ham yordam bersanglar ko'proq odamga tarqaladi bu video. Bu degani ko'proq odam ishlatadi shu videoni, ko'proq odam ma'lumot oladi degani. Shu gapni aytmoqchi edim. Sizlar ham chaqirganingizga rahmat. Suhbatingizga umuman to'yib bo'lmadi, to'g'risini aytsam. Rahmat aka, juda ham katta rahmat. Yurtdosh og'aga tanishganimda ming bor rahmat. Ming bor uzr demoqchi edim. Juda ham katta rahmat. Tanishganimdan xursandman. Shuni ta'kidlab o'taman. Eliyorjonni hurmat qildik, yaxshi ko'rdik. Sababi biz menimcha kuzda oxirigi podkast dasturini olgan bo'lsak, hozir mana bahorda birinchi kunda olyapmiz-da. Qish oyida dam oldik. Ana shunda Elyorbek sababchi bo'ldi. Aka, mana shu mavzuni olib chiqaylik deganda, mayli, xo'p deb yo'q deyapmiz-da. Ikkovimiz ham podkast dasturini yig'ishtirib qo'ygan edik, ancha bo'luvdi tanaffusda. Endi men o'zim ishlarim bilan, Hoji aka o'zining ishlari bilan, mana shu bola yana bir yuriz bordi. Shunday. Rahmat kattakon sizga. Yilgi birinchi sonimiz, xudo xolasa. Bu yilgi birinchi son. Shunaqa yaxshi niyatlar bilan. Shunday qilib, Koreyaga nima mavzumuz Koreyaga kelish to'g'rimi degan. Qanchalik to'g'ri? Koreyaga kelish qanchalik to'g'ri? Hech parvo qilmang. Agar sizga Koreyaga kelish nasib qilgan bo'lsa, demak bu to'g'ri. Nasib qilmagan bo'lsa, u ham to'g'ri. Allohning xohlagani bo'ladi. Hech nimadan qo'rqmanglar. Hamma narsa bo'lishi kerak deb bo'ladi baribir ekan. Hech qanaqa qo'rqadigan narsa yo'q. Mana men mazax yuribman, sizlar ham yurishinglar mumkin. Inshaalloh. Kattakon rahmat. Vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Xursandmiz bizni kuzatayotganinglarga, qo'llab-quvvatlab turganinglarga. Kattakon rahmat. Joninglar sog' bo'lsin, boringlarga shukr. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz inshaalloh. Mehribon Alloh mana shu bugun Ramazonni, mana oyning boshlandi, xudo xolasa ertaga 2-mart Janubiy Koreya Seul shahrida Ramazon. Bu ko'rsatuvimiz balkim sal keyinroq chiqar, lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar mana shu muborak oyda Alloh taolodan kim nima niyat qilgan bo'lsa, mehribon Alloh undan afzalini, undan zo'rini ato etsin. Mana shu yerga kelgan barcha safardagilarning safarlarini bexatar qilsin. Bizni holi hayot ota-onalarimizni uzoq vaqt duogo rahnamo qilsin. O'tganlarda g'arayq rahmat, shoyista jannat qilsin. Muborak oyning barcha fazilatlarini hammamizga mehribon Alloh ato etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo. Assalomu alaykum. Amin.